Hürmetli abonesalarımız, İsmailiyşandaki işimizi başladık. 3. yanvar. Daha birsa Joyimizin razmeri 16 metre, 13 metr. 2 dona daş etinden işe sıkıran ekan bu. Ortasına neçik figura taşasak buladı. Mesela beresile 8,5 metr. Hiç qanday stoykasiz figura taşaş kerak. Tüm yaman çıkarış kerakli. Xudo xolasa. Ebitten keyin başladık bunu. Ebitten burun materiallarını aldık. Strafilaları Ruskiles'ten bitti. Yağaçı 11'lik yağaç oldu. Bahası 180 ming so'm. Strafila 75 ming so'mlik skidkadagi strafila bu. Yangi yillarda skidka qo'yiladi. 75 ming so'mdan. 10,5 santimetre 3,1 santimetre chiqadi. O'lchasangizda. Razmeri cheganda bilinmas lekin. Strafila qarang. Dum yomon qiyin. 11 santimetre 3,4 3,5 santimetre chiqadi. Bu 4 metrliklarimiz, bu 6 metrliklarimiz. Pastavkalarni 13.3'likdan qo'yganmiz. Dum ajoyib bo'ldi. Kimga shunday shifr xizmatlari kerak bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz. Bog'lanaverasizlar telefon. Xudo tez va sifatli bitirib beramiz. Qani necha so'm ketishi mumkin? Taxminat ko'ramiz. Uchakimizga necha so'm ketishi mumkin? Razmer 16 metr, 13,5 metr, 2 dona sheskraniki bor. Figuralarni hisob olish kerak, xudo xolasa. Şifrimiz oddiy eshakarka bo'ladi. Lisimiz 4 lisdan uriladi. Обязательно originaldan. Nimchalar narsa ishlatilmaydi. Havomuz ham sovuyotir. Havomuz akşam ichib quyosh edi.